Bu video ovqatim shirali chiqmaydi deydiganlarga ovqat tayyorlash bo'yicha shef-povar bo'lsangiz o'tkazib yuboring. Qiymaga mayda terkadan o'tkazilgan piyoz va ziravorlarni solib yaxshilab urib olamiz. Frikadelkachalarni yasaymiz va chetga olib qo'yamiz. Vaqtingiz ko'proq bo'lsa, yarim soat morozelkada yaxlatib olsangiz ham bo'ladi. Tavaga sariyog' va yog'ni solib, yaxshilab ikki tarafini qizartirib olamiz. Ezilib ketmasligi uchun ko'tarib olamiz. O'sha yog'da piyozni ham qovurib olamiz va ketma-ketlikda qolgan sabzavotlarni ham solib, birroq qovurib olamiz. Men videoimda chiroyliroq chiqishi uchun idishimni yuvib oldim. Qizartiradigan yoki tomat pastasidan qo'shib aralashtiramiz va yuvilgan guruchni solamiz. Yana bir rov aralashtiramiz. Ustiga qovurilgan frikadelkamizni solamiz va 1,5 stakan suvni solib 45 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Va bizda shunaqa shirali ovqat tayyor bo'ladi. Maslahatim, pishishi bilan dasturxonga tortinglar. O'shanda bor mazasini o'zida saqlab qoladi. Ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Nonlarni botirib mazza qilib yeb olamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosamiz.